Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Urumchida 2025-yillik Osiyo Yevropa savdo yarmarkasi o'tkazdi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotgan Xitoy ko'plagan davlatlarni taklif qilib, 2025-yillik Xitoy Osiyo Yevropa tovar savdo yarmarkasini Urumchida o'tkazdi. 26-iyundan 30-iyungacha davomlashadigan mazkur yarmarka Urumchidagi xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazilgan bo'lib, Xitoy necha oydan buyon alohida tayyorlik qilgan va tashviq qilgan. Xitoy xabarlarida ma'lum bo'lishicha, 50 davlatdan kelgan 1800 dan ortiq korxona yarmarkaga 1000 dan ortiq korxona aloqador yig'iniga qatnashadigan bo'lib, Xitoy o'lkalari va chet eldan 8000 dan ortiq setiveli savdogari yig'ilgan. Yarmarka jarayonida 60 necha savdo tashviqoti faoliyati o'tkazish planlangan. Shundaqli yarmarka yana ommaga ochib etilgan. Echilish marosimida irqiy qirg'inchilikning bosh ijrochilaridan Mashonroy, qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz qatorliqlar so'z qilib, Xitoy rejimining turli siyosatlar orqali Sharq Turkistonni taraqqiy qildirganligi, savdo fursati yaratganligi, bu qatimliq savdo yarmarkasining atalmish Uyg'ur avtonom rayonining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotidagi muvaffaqiyatlarini namoyon qiladiganligi haqida jar solgan. Xitoy yarmarka boshlanishidan bir kun burun Urumchida yana atalmish Osiyo Yevropani tutashtirish, Xitoyga mablag' selish, Shinjongga kirish temasida 2025-yillik savdoga mablag' selishni ilgari surish yig'ini ochgan. Yig'inda atalmish Shinjongni qonun bo'yicha idora qilish, muqim qilish, madaniyat orqali oziqlantirish qatorliq terror siyosati iboralari takrorlangan. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizishni to'xtatmay ijro qilayotgan bo'lib, buning ichida majburiy emgak jinoyati nuqtaliq holda xalqaro jamiyatda davomli tanqidlanmoqda va bu to'g'riliq ko'plagan dokladlar orqama-orqa e'lon qilinmoqda. Halbuki navbatda Amerika hukumati ijro qilayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunidan boshqa bu jinoyatni to'sadigan amaliy harakat yo'q bo'lib, bu fursatdan foydalangan Xitoy Osiyo Yevropa savdo yarmarkasiga o'xshash vositalardan foydalanib, bir tarafdan iqtisod savdo sohasida manfaatga erishsa, yana bir tarafdan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlamoqda. Ko'plagan davlatlar, xalqaro shirkatlar bu jinoyatga sherik bo'lmoqda. DeepSeek'ning Xitoyning harbiy va josuslik harakatlarini qo'llayotganligi bildirildi. Amerikaning bir oliy amaldori Xitoyning sun'iy aql supasi DeepSeek'ning Xitoyning harbiy va istixborot harakatlarini qo'llab berganligini va buni yana davomlashtirishi mumkinligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir bayonotchisining 24-iyun Amerika ovoziga DeepSeek'ning o'z ixtiyorligi bilan Xitoy rejimining harbiy va josuslik harakatlarini qo'llayotganligini, buning faqat sun'iy aql modeliga ziyorat huquqi berish bilan cheklanmaydiganligini, bu haqda bir yurish dalil isbotlarining borligini ta'kidlagan. Ammo mazkur Xitoy shirkatiga jazo yurgizish yoki cheklama qo'yish haqida ma'lumot bermagan. Mazkur amaldor dalil isbotlar haqida to'xtalib, Xitoy harbiy qismlarining ko'plagan mashg'ulotlariga DeepSeek saplanganligini, Xitoy axborot vositalarining maqtab xabar qilganligi, Xitoy armiyasi va mudofaa organlarining setivelish tizimligida DeepSeek'ning 150 qitimdan ortiq o'rin olganligi, DeepSeek'ning sun'iy aql tadqiqotida Xitoy armiyasi va mudofaa qismlariga chetishliq bo'lgan tadqiqot organlari bilan hamkorlashganligi, DeepSeek shirkatining tadqiqotchilarining Amerika hukumati jazo tizimligiga kirgizgan Xitoy tadqiqot organlari va universitetlarining qarmog'ida ekanligi qatorliqlarni ko'rsatib o'tgan. Xitoy rejimining zo'r miqdordagi to'liqlama yordami orqali arzon baho bilan xalqaro bozor egallayotgan boshqa Xitoy mahsulotlariga o'xshashla DeepSeek'mi bozorga selinganda haqsiz tarqatilib, sun'iy aql sohasida g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Shuning bilan birga DeepSeek supasining uchur bexatarlik masalasi va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni yoshirishga o'xshash qilmishlari izchil diqqat nuqtasi bo'lib kelmoqda. Trump Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo kelishimi imzolanganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump 26-iyun Oqsaroydagi bir cho'ng go'zal qonun loyihasi nomli faoliyatda tunugun Xitoy bilan bir kelishim imzoladik. Bu kelishim orqali biz Xitoyning eshigini ochishga boshlayapmiz. Ilgari hargiz mumkin bo'lmaydigan ishlar hozir yuz beryapti, dedi.
Amerika Savdo ministri Howard Lutnick bo'lsa, Xitoy bizga siyrak to'pi elementlarini topshirib berdi. Shunday qilganda biz qarshi tadbirlarimizni bekor qilamiz, dedi. Aqsaray amaldori bu haqda hukumat bilan Xitoy Jeneva kelishimini ijro qilish uchun o'rtaq tunish hosil qildi. Bu tunish siyrak to'pi elementlarining Amerikaga to'shilishini qanday tezlata-oladiganligimiz bilan munosabatlik, dedi. Amerika va Xitoy amaldorlari bu oyning 5-ida Londonda uchrashib, tamojna beji masalasini muzokara qilgan edi. Aprelda Amerika Xitoydan import qilingan mollarga yuqori tamojna beji yurgizishga boshlagan. Ammo may oyida ikki taraf dastlabki 90 kunlik jazo xarakterlik tamojna bejini keng ko'lamda bekor qilishga kelishgan edi. Trump Netanyahuning chiriklik dilosini oxirlashtirishga chaqirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Isroiliya bosh ministriga qarshi turg'izilgan chiriklik dilosini siyosiy ov deb atab, adliya doiralarini diloni bekor qilishga yoki Netanyahuni apu qilishga undidi. Trump chorshanba kuni Truth Social ijtimoiy to'ri suhbatida Netanyahuning dilosi darhol bekor qilinishi yoki bu ulug' qahramon apu qilinishi shart deb yozdi. Trump Netanyahuni Isroiliyaning urush davridagi ulug' bosh ministri deb tasvirlab, uning dushanba kuni sudga chaqirilganligini anglab qattiq hayron qolganligini bildirdi. Shundaqla Isroiliyaning Iran bilan bo'lgan jiddiychilik kuchayayotgan bir paytda bu diloni davomlashtirishini tanqid qildi. U yana Isroiliyaning o'z tarixidagi eng shonliq paytlarning birini boshdan kechirayotgan asnoda bosh ministriga qarshi bu bema'ni harakatni davomlashtirayotganligini anglab hayron qoldim. Men Amerika prezidenti bilan uningdimi unumlik ishlay oladigan boshqa birarsini bilmayman, deb yozdi. Trump Amerikaning yaqinqi Iran bilan bo'lgan to'qinishda Isroiliyani qutqizib olganligini, hamda Isroiliyaning Netanyahuni qutqizib olish navbatining kelganligini so'zlariga qistirdi. U Netanyahuni Isroiliyaning eng jasur va qobiliyatli rahbari deb ta'rifladi. Netanyahu ustidan turg'izilgan poraxo'rlik, aldamchilik va ishonchni suiiste'mol qilish dilosi 2020-yildan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, dilo G'azzadagi irqiy qirg'inchilik va Livandagi to'qinishlar sababidan ko'p qatim kechiktirildi. Birinchi diloda Netanyahu va uning ayoli Saraning milliarderlardan siyosiy e'tibor ko'rsatish badaliga qimmati $260,000 dan oshadigan tamaka, zibu-zinnat va shampan harqi qatorliq hashamatlik buyumlarni pora sifatida qabul qilganligi ilgari surilmoqda. Boshqa ikki diloda bo'lsa, Netanyahuning Isroiliyadagi ikki cho'ng taratqu bilan o'zi haqida ijobiy xabarlarni tarqatish to'g'risida sodalashganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Netanyahu bo'lsa, barliq ayblashlarni izchil rad qilib kelmoqda. Netanyahu yana urush jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan ayblanmoqda. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi 2024-yil noyabrda G'azzadagi qatliamlar sababidan Netanyahu va sobiq davlat mudofaa ministri Yoav Gallant ustidan qo'lga olish buyrug'i chiqargan. Falastinning rasmiy xabar agentligi Vafaning ma'lumotiga asoslanganda, G'azzada ko'pinchisi ayollar va bolalardan tashkil topgan 56,000 kishining o'limi rasmiy tizimga e'lingan. Taxminan 11,000 falastinlikning bombardimonda vayron bo'lgan uylarning xarobilari ostida qolganligi mo'ljallanmoqda. Biroq mutaxassislar G'azza doiralari e'lon qilgan sonning amaliyotga uyg'un emasligini, haqiqiy o'lim sonining 200,000 ga yaqin bo'lishi mumkinligini ilgari surmoqda. Isroiliya yana xalqaro adliya sudida irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan sudlanmoqda. Washington uzundan buyon ittifoqdoshi bo'lgan Isroiliyaga har yili $3,800,000,000 harbiy yordam berib kelmoqda. 2023-yil oktyabrdan buyon Amerika G'azzadagi irqiy qirg'inchilik va uningga chetishlik rayon xarakterlik urushlarni qo'llash uchun $22 milliard dan ortiq mablag' ajratdi. Gerçi Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari G'azzadagi fuqarolarning o'lish nisbatining yuqoriligi sababidan Isroiliyani tanqid qilib kelgan bo'lsa-mu, Washington hozirga qadar Isroiliyaga yetkaziladigan qurol-yarog'larga shart qo'yish to'g'risidagi hech qanday taklifni qabul qilmadi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.